Assalamu alaykum qadrli ko'rmanlar. Ko'rayotganinglar Şinjan O'xyan e'lon cheklik şirketi ishlagan Tangritog' san'ati programmasi. Men riyosatchi Ramila Aysan. Klassik kino teatrlarımız haqida qiziqarli, ko'ngilli suhbatlarni olib berayotgan ekran sahifamizda biz bugun 1984-yili Tangritog' kino studiyasida ishlangan atoqli rejissor Guang Chunlan rejissorlik qilgan Sirliq karvon filmidagi artistlarimizni alohida taklif qildik. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Sizlar bilan programmamiz orqali yuz ko'rishganligimizdan intayin xushhalmiz. Men bu Sirliq karvon filmini burun ko'rgan musiqada qayta ko'rish jarayonida bu filmning haqiqatan ismi loyiq bir sirliq ekanligini his qildim. Endi shu programmamizni boshlashdan oldida shu filmdagi bosh qahramon Ochisin obrazini nihoyat voyaga yetkazib o'ynagan bizning mərhum artistimiz Şadgül Uyg'urni hamimiz aslamay turolmaymiz. Shu programmamizning boshlanishida shu mərhum artistimizga cheksiz sig'inishimizni bildirmoqchiman. Hammamizga ma'lum bu filmda nihoyat bir sirliq obraz bor. Ya'ni 3 xil ism, 3 xil salohiyat bilan shu rolni nihoyat voyaga yetkazib o'g'irlagan bir obraz. U artist bo'lsa Şinjan San'at instituti kino teatr fakultetining pensioneri, atoqli aktyor, san'at ma'rifchisi Tursunjon Sunun apandim. Tursunjon ma'lum yaxshimisiz? Programmamizga xush kelibsiz. Oldi bilan shu bir kinoda siz 3 xil obrazni yaratdingiz. Oldi bilan bizga shu 3 xil rolga tanlanish jarayoningizni eslab o'tgan bo'lsangiz. Bunun tanlanish jarayoni albatta bir kinoning tanlanish jarayoni bir necha o'tganlardan o'tadi, takrorlandi. Oldida bir necha odamlarni sinab yiqitgan. Menga kelib qolishi men shu chog'dimi nurg'un rollarni o'ynagan dramalarda. Hamisha salbiy rolni jiqroq o'ynaydim. Mau kinodagi bu 3 rolmi asosan salbiy bosh rol. Yusuf desek bu chet eldan jungo kirgizgan jasus vakili. İkincisi Abdullah. Bu karvanın içindeki kul, çakar. Bu rol ikisi birbirine o'xshamaydi. Ahırda Elimcan. Bu vatanperver savdogar deymiz. Ameliyatda yani şu Yusuf'nınki o'zgarishi. 3 xil. Bu sirliq karvan mana shu o'tag'alla qaragan bo'lsangiz, o'z vaqtida endi o'ylasak, va shunda yaxshi o'ynab ekanmiz deymiz. Lekin shu chog'ning o'zida bu japaning ustiga japa. Hech qanday kino bu sirliq karvondek bunda japalik bo'lmagan. Bizning oylab hayotimiz qumliqda o'tgan. Bir temam suv yo'q, ya nay yo'q. O tamak 3 vaqt degan gap yo'q. Bir kun kechkichilik bu chog'da podliklik sulam chiqmabdi ekan, mineralni suvi yo'q. Shunga biz odatda baklashkamiz sudan qo'shilib olgan o ishni unutib qolsak umi yo'q. Unutmasakmi birdamda tugaydi o kichikina suv. Ishqilib shunda eng jafoliq kino ishlash jarayoni bo'lgan. Endi siz so'ragan bu 3 personajning obrazini qanday yaratdingiz deganda biz hammamiz u chog'da biz Bejinda o'qigandilar shu rol ijod qilishga kirganda qayerdan kirish. Masalan, birinchi bo'lib bu qonda odam. Nima ish qildigan odam? Men olmoqchi bo'lgan bu rol salohiyati. Ondan keyin buning kechirmishlari, yeshi 3 xil o'zgardi. Bu Yusuf 40 necha yosh olsa, Abdullah 90 yosh. Oxiri Elimjon 50 necha yosh. Mana o'zgarib turadi. Demak, buning yeshi ondan o'zining vazifasi nima? Mush kinoda nima vazifani esan? Ondan bu qanday xarakterlik odam. Mana mushlarni biz bir-birlab takror inchikilab tahlil qilamiz. Mana tahlil qilish orqali asta bu rolni tushunamiz, shunga asosda kiramiz. Endi buni ko'rganlar, voy bu sirliq karvon muvaffaqiyatga chiqibdi deydi. Bu kino nima uchun muvaffaqiyatga chiqdi? Bunda 4 turli sababi bor. Biri bizda beg'ishlash ro'yi bor. Gerçi bizga suv yo'q, nay yo'q, unda jafoliq. Eng jafoliq kunlarni ko'rayotganimiz bilan jonni tikib qo'yib ishlagan. Manda ruh bor.
Hiç kim vaysap hakkını yok. Muşna işleyimiz. İkincisi, biz puxta tayyorlik qilib oldik. Ma Öğrençideki tayyorlik bosqichidami ma'lum tayin qilib olgan bo'lsak, Qashqarga berib 2 oy maxsus shu karvonlarni tepib, oshlarninki kechirmishlarini anglab, shular bilan birga yashab, hammamiz o'zimizning roliga munosabatli odamlarni tepib bilib, undan o'rgandik, birga bo'ldik. Shunga bu nihoyat tabiiy chiqdi. Üçüncüsü, bizning o'zaro munosabatimiz samimiy, sodiq, qo'llash, moslashish, birga izlanish, ijod qilish. Manda munosabat bizning. Bu yerda hech kimning qo'lida cho'ki yo'q. Bizning qo'limizda butunlay kitob bor. Qanday qilsak, men ko'pincha vaqtida aprel ishimiz birga kelib qolamiz. Chunki kinoda men yo'ldosh olib chiqaman, aprel mening ayolim bo'lib chiqadi. Nurg'un ishlarni birga planlaymiz. Unda bo'lgan ekan, qanday planlasak, mushu maydon tabiiy chiqadi. Buni biz birga deyishimiz. Hatta qarama-qarshi deyishimiz. Chunki qarama-qarshi harakat bo'lsa, bu texmi biydi. Andin mana bugungi sizlar ko'rayotgandek mushundaq obrazlar maydonga keladi. Rahmat Tursun Jamolim. Şu filmda siz abay özünüzün dep ötdünüz 3 xil obrazni yaratdınız. Bularning xarakteri bir-biriga ait. Şu 3 xil obrazni yaratish jarayonida to'qinishlar, ziddiyatlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Mush haqda bir so'zlab beramsiz. Bu ziddiyat degan har kun chiqib turdi, bir kuni necha chiqadi ziddiyatdan. Masalan, men faqat alqa josuslar haqidagi hikoyalarni undan burun o'qib boqmatganman. Ma birinchi boshlanishi Aş Yusuf'ның Şinjan'a kirib, mayad adamlarni yasaydı bu. Müşterlik karvan degan şu karvanni yasab chiqadigan karvan bu. Yolg'andin. Bu misal mala birdan tutib oladi. Şon qanday yo'shurun epbag'ini bo'ladi. Shunga bu yerda bu josus degan nima ish qildi? Odat qanday, mengishtirish qanday gap bu jihatni hech qanday bilmaganlikning o'zi ziddiyat. Şuna biz şuna munosabatlik kitob, hikoyalar yoki kinolar burunqi biz ko'rgan, masalan, Muzdaqdan kelgan mehmondimi, yolg'on Gulandam shu jasus amaliyot. Mana mushtalardan, yerlardan foydalandik. Buni endi bir Yusuf mandaroq adam ekan deb tushunib o'g'ichilik bir maydon o'zgardi. Abdullahning roli kelib qoldi deb. Bu 90 yoshlik chakar bu. Mushu karvanning ichidagi eng yavash, eng qerisi. Uning ustiga kim ishga bursa mangadigan. Qaq ko'z ish chog'raydigan bo'lish kerak ekan. Bu boyiqqa ov deganlik chet eldan kelgan manda isil bir boydan qanday qilib bu kechgacha eng tuvanda o'mlab yuradigan bir chaqaga o'zgarish kerak. Ma farq bek cho'ng. Demek grimli qilib qo'ysa bo'lmaydi, chapanli kiysa bo'lmaydi. U shakl u. İşçiden o'zgarish kerak. Buningda unda shu karvanning ichidagi shunda odamlar odatda qanday munosabati bo'ldi qolganligiga. Nimaga buyruq akab beradigan mushta ishlarni qilib yurib, men asosda Abdullahning qanday odam, qandayligini asosda uni tushundim. Endi shu tug'inima yo'tlab mangama. Qog'alarimiz tug'ining ustida mayada. Hatta alaqa qorliq, talamatda. Talamatga chiqsak, qo'mish tizni ishga tutgan yo'tga keldi ekan. Shu ashkina tug'ini yo'tlab mangsan dedi. Malani hamiz jukib, at tug'ining ustida o'tirdi. Mayada mangama. Odatda menish bir qiyin ayat. Shunaqa qomda yo'tga kelsa, mapni ko'tas, map chiqmaydi ekan. Bu menish asli bir qiyinti. Men juni kelib mangsam da olimiz degan vaqtda juni selib etib, hatta ma seriq bir ton vatdi. Uni selib etib, ish kiyim bilan eng için bir ko'ynakdak bir mata chapan bam, ko'ynakdaklar. Oshini maydoningizda echilib, talab menang dedi. Hamma haq titrabassa. Nadik taka o. Shamol degan chiqib turdi so'g'uq. Amal yo'q, faqat menda ta chiqmagan ekan, andin suvni kelib chashdi yuzimga, sovuq suvni. Endi kelib turaman, chidab turdim. Tug'ilni yo'tlab, kuchab manaman.
aşağı kılışıp ötüp kettik. Demek bu Abdullah'ın rolunu almakmı? Capa olduk dedi. Hem de onu tükep benim basmanı biraz yakın kilovatı dep boğuçuluk. Ahırını alımız dep kaldı. Bu kino degen birden beşi, birden otur, birden ahırı meydan tüyüks üzgürüp tuğan eken. Onda ret tertibidek ma dramidek bolmaydı eken. Tüyüksüzlam oylamgan bir yan alımız deydi. Tüyüksüz poçtada mağıslar dedi. Bu poçtada ketip aldı bir jıkıldık poçtadan ki oku kısık eken. Şatkıl işkimiz yegi jıkılıp köymegeni köydük. Bir ölüp tırıldık. Yaşat kılınlıkı umurkı dez gitti. Müştaşlarını köydük. Ahırda tutup aldığı yeri var. Üçrayet İnkılabı'nın askerleri azatlık armiyaya gelip tutup aldı. Tutup alsa ben daral özemni jığıştırıp yana. Çan domay ben vatanperver sodigar elimcan boluman deyim. Ameliyat bular mı egeler boğan. Hatta ahırgıçılık. Kolgalımız ubudusunu, ikimiz kitabını körüp, biraz birimiz bitişip algan. Asli yazılışta, asalla mağlup olarak kol kötürüp, teslim bulduğun yazılıp kaptıken. Biz ikimiz oturup, bunun da, halkaradan kegen casus, onda asan el olmaydı. Dep, aşı, tapançın tahtası, onu taht, bunu tahtası mı, meyana boysunmay. Eşimde kırakım etrolum. Ahire kamçının dersinin içinden çıkan harita var. Şu kolcunun çın sular soğuktaki harita. Onu çıkaran eken. Ondan eken kızımın koldaki kutuda onun da altın gümüş yok. Şu çın sular sıkı kolcunun yoğun tamgısı var. Şu tamgı çıkan eken. Pak demiz çıkan eken ondan yerim kıravdım. Yerim yanı batık. Manda tüketimiz. Çünkü o çağda Şinjan'da aşı 40-50 yıllarda yan azık arpsıda. Bunda casusla çıkken. Neçisi ekitipti nurgun baylıklarımızı. Neçisi ekitenmeyim de tutulğunu var. Lekin eketkini çık. Ama işte avganıken biz mi ameliyat tarihini ügünüp meyada aşkımız kilişiyorlar. Ameliyat min tutulğu adam bu. Karşılık var oturdu. Biz müşahını biraz təbirə qılaylı. Çünki bu xil casuslar onda aldırab təslim olmaydı degen bilen kinoda elə körsünüz aşağılık çıkıdı. Yani azra karşılık var. Yana tazı tembemeydi məğlubiyetike. Müştarak kıldık. Uquşmaşlıq boptu. Əsli öz adamlarımızkən bu. Bay Harifkeşning damı uçup ketipdi mən. O qaraqçılar qoğulub keliyotdu o degəşkə mən oq çıxırıb satdı mən. Meni keçiringlar. Yaxşımsız. Mən Milli Armiyaның razvedka komandiri Sadiq bolaman. Yaxşı, yaxşı. Mən vətənpərvər sodigar Yelimcan bolaman. Nəyə mağandınla? Qızımni öygeyip mağandım. Yurtimiz azat boldu. Onu chet elden qaytırıp əkeldim. Oymağa yerden biz eski bir Harifkeş uçurab qapdıq emasmı? O bizni muşayga başlap əkeldi. Sizlərə köp rəhmət. Sizlər bizni qutuldurub qaldыңlar. Şundaqmı? Xenim, biz bir yer ko'rishgan qo'dayman. Siz Yusufning qizi, shundaqmi? Yo'qsa, o mening qizim bo'ladi. Mening ismim Helimjan. Xenim, chiroyingizni ko'rib baqsam bo'lamdi? Komandir, bakaddingizni eshib ketdingiz. Jigit, biz ko'rishgan. Siz asli Milliy armiya komandiri ekansiz-da? Dada, biz burunli tanışatdik. Xenim, qo'lingizdagi qutidagi sizning zibo-ziynatlaringiz emas, qo'dayman. Yusuf!
qizingni tashlab qo'ymoqchimi? Xatolashdingiz. Men Yusuf emas. Yusuf degan odamni tonimayman. Xatolashmadim, Yusuf. Atalmış karvandaki her xo'jayin xonimmi sening ziyonkashligingga uchrabdi. Sening 4-chi xotining hozir bizning qo'limizda. Endi o'yiningni yig'ishtirib olsang bo'larmikin? Yani bunun hammasi mushu o'zaro qo'llash, o'zaro birga maslahatlashimiz. Mushani qanday qilsak, mush ikki obraz yaxshi tiklandi. Bizning maqsadimiz maya qilchi bir shaxsiy g'araz, bundan nima yo'q. Bu qontar hammasi shu kitobga, rolga obraz ijod qilish singadi. Mushuna o'g'ashmaka, mana hozirg'ichlik o'zimiz ko'rsakmi kinoni. Da faxrlanib o'tirib ko'ramiz. Unda hozir Tursun Jamolim mushu filmni ishlash jarayonida sizga ta'sir qilgan yoki bir qiziqarli ishlar bormi, yana eslab o'tgandek? Qiziqarli ishlar jiq. Tugudun qo'rqitdiğinizni söyleyemezsiniz. Masalan, bizde 13 töge var. Bu tögeni men yo'tlab mangam. Hech kim töge yo'tilmay töbedi mangam men tegidi qo'yaman. Bir eshak. Eshak mi tig'i? Eshak Ibrahim meni oladi, ya yo'tlab. Men ishqib piyoda. Ay bütün qumloqda menni piyoda qolaman. Ma töge bir qatam bof desa og'zim mag'zab chiqadi ekan. Bu mag'zab bir qatam bir odamni ko'muvda ekan. Manda jiq chiqadi ekan. Uni ko'rib qoldik. Onun ustiga bizda bir ras karvan bor, Mahsum deb ras karvanchilik qilgan odam bor. U bizga yo'l boshlab man odamdi. Bu odam deb qo'ydi. Ma tögening yeniga hargiz o'ng tarafdan kelmanglar. Bof dediğimiz bir tepede 10 metreye sekilip körüvütü dedi. Çok tegimi korkumuz geliştin. Sol taraftan kelsanlar işin bulmaydı dedi. Şuna meni dağın düşüdüğü yerde biz saf sol taraftan kelimiz. Bu çatak yere işlerini körüvürüp biz ben tegimi korkudan kettim bundan. Onun üstüge bu töbege meni varsınız. Fışkıttım bunda başka şeyden kopud eken bu orundan. Bir desmadan ikisi aldı put götürüldü, 300 keyin put götürüldü şuna olan turdu ekan. Her bir aldı keyini boğuchilik, sal diqqat qilmiz domlab tushib ketadi deman yerga. Mana mushta ish. Mashinadan qo'rqib minanmagan sira sol tarafga, "Va Mahsumka 5ni" deganini tutib berdi. Ha, cho'k deb yotqizib turdi. Biz g'acha meni olamiz. Deymiz, ma'g'amiz. Tushirgan chog'da bir chataqish bor. Bu çoğdusu ottamaydı bu. Ottamaganken sakrab tushib to'g'ri keladi. U igiz tutsa o töge. Sal diqqat qilmasam, hoş qarli ko'tarib chiqadi. Ya'ni kelib bu tögilni ya bir tuz yerda to'xtatmaydi. Ta tog'ning tepaga chiqib olib, bir qatam ta tog'ning ustiga chiqib olib, bunda to'xtabdi tögelarning qata 13 töge. Meni o'ng tarafdan sakrab tushsan dedi. Hacım Mahsum Kanti o'ng tarafdan tushmasa, tepida meni bir tepsa, boshqadan 8 metr tepkamiz, meni 16 metrga tepdim. Chata qolmasin deb men sakrmay turib oldim. To'sam rejissor aytdi, operativdagidek. Shunday baqiradi. Men tugini ko'rsatma. O'ng tarafdan tushishga bo'lmaydim. Ya uni degil olmaydi. U kino elayotgan. Oxiri tögenin 5'ini taraf qartib qo'ying deb qo'yib turib, sakrab tushib oldim. Tushdimmi, qassam, nemish tögening oldida turib, sürekli olib to'g'di. O tögening oldida turgan bilan bir neftafs qanaqa qilgandim. Shunga istak yenib keldim. Yenib kelib deydigan gapim dedim. Allah. Demak bu tögega bir chiqib, bir tushish men uchun nati bir qo'rqinchli ishdi bu. Bu qiziqarli ish hamda. Yurak pok o'g'ini shu qiziqarli o'g'in. Siz eng qo'rqqan yerlaringiz atrofingizga xizmatdoshlaringizga oid qiziqarli filmda sizning chiqib tushgan ko'rinishlar. Bular bo'lishib kuladi, men nima bo'layotganini uqmay. Unda Husamimiz birlikda Tursunjon muallimning sirliq obrazini ekran orqali birlikda ko'rib boqaylik. Marhamat. Kaçma! İki kız bir-birisiga bek o'xshaydi ekan. O bir
birisini epketsin, birisi bu yerda qilib qalsin. Bu yerda qilib qalgani mərtəbəlik xenin boladı. Epketkini onun malı boladı. Meyli mərtəbəlik xenin bolsun, yoki malay bolsun, hər ikkilisi Peyqir Yusufning qulları. Bizga o'xshash bundaq kasbni qiladiganlarga har xil har yonzi odamlar kerak. Men Yusuf undaq ahmoqlardan emas. Hasan G'ujidor qani? Sizlar yaralangan odamni tashlatib keldinglarmi? O yaramas, allaburun tağdan domlab tushib ketdi. Hayron qilib otamsan. Filmdagi yana bir personaj 3 viloyat milliy armiyasining komandiri Sadiq. Sadiq obrazini yaratgan artistimiz bo'lsa, Tangirtaq kino studiyasining atoqli aktyori, dangliq rejissor Firdavs Aziz efendim. Firdavs aka yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Siz bu filmda Sadiq rolini abdikansiz. Unda xolsa sizning mush obrazga tanlanish jarayoningizni bir anglab o'tsak. Bo'ladi. Endi o'zimizningki mana shu rol eshitgan kelganda bo'lib meningga bu nihoyat mushkulot bir tushib qolgan bir ish bo'ldi bu Sirli karvonda. Tuyg'un Ahmadi shu Tursunkamni o'ynagan Abdullohning rolini dastlab qatamliq shuni bekitibdiki. Keyin andakin qanday bo'ldi? G'achilik bilan buni bosh qahramon shu neminiki Sadiqning roliga, razvedkachining roliga bekitibdi. Endi shu vaqtning o'zida guvohlanmaylik tazidiyat birliklamay qanday bo'lsin deb endi shu Arslan tanlab uni buni qo'yayotgan vaqtda mening ichimda bir o't paydo bo'lgan. Donboshanga shu avtorga nima ssenaristman degan. Mumkin bo'lish bu Hasan Karan bir o'ynab boqsa. Sen nima ish qiziqib qolding bundan deydi. Mava haqiqatan bir o'g'avaldagi rol kelma. Lükçek. Şu zamanға xas bir xarakter var ekan. Aslında juga vaqtida ko'p bilan Tuyg'un Ahmadi attinchi qilib, qo'rib sunib ketib qoldi. Shu yerda arsizlash bo'ldi, u yoq chap, bu yoq chep yurdi. Bir kuni qo'shnilar yana shuni eslatib baqdi menga. Chunki kallamga hamda ustozlar bildi. Bu bir obrazni yaratish uchun xarakterni egallash kerak. Xarakterning ichiga kirib bo'lgandan keyin uning ichidan chiqish tez. Men allaqachon Hasan Karan bo'lib bo'lgan. Qiyofatimdan tortib, soqol mengishimdan tortib, qo'polligimdan tortib shuni olib yurmanda. Shu tuyg'unniki ish bilan Urumchi ketishi bilan shu demelishning o'tirlig'ida 4 kun ichi to'y olib ketdi masalan. Bu kinoning bir sababchisi bo'lib qoldik. Ikkinchisi shu to'yni ko'rish olamiz deyotgan. Lekin tuyg'un yo'q. Sodiqning roli kim bekitgan? Hech kim uqmaydi. Men uqmayman. O'rnimizdan turganda bu darz qildi. Tushsam qo'shnilar kulib ketib, "Oxir seni bekitdik." Demek şu jarayonda bu meniki to'liroq bu kinoda bir 60% to'liroq kuchiga yerim. Meniki asos xarakterim, asos obraz, asos Sodiqning obrazi bilan menishim bo'lgan bilan buningdagi meniki asos mahoratim ot bilan bo'lib ketdi. Chunki buning chepatgan, yodin sakrayotgan, otdan otga sakrayotgan, o'sha otning ko'rinishi ko'proq bo'lib ketdi. Balki men kino jarayonida Sodiqning rolini ancha yaxshi ololmagan bo'lsam-mu, hozir his qilishimcha. Lekin mayatki mahirat bilan ikkisini qo'shgan vaqtida to'g'riroq mangandek bo'ldi. Chunki men razvedka kitoblarini jiq o'qigan. Shunlashqa men o'ynash jarayonida suni yo'q qolmasa bo'ldi. Mundaraq bir do'rab qolmasam bo'ldi. Sen bir tarafdan tuyg'uning kelib qoladi, bir tarafdan yana kitobda yozgan Sodiqning kelib qoladi. Qo'shnilardan so'radim necha qaytimda. Men shu narsani yana yaratib beraman, o'zim qaylamasam yo'q bo'ldi. Shuningdan menga dedi. Demak, shuni o'ylanmadim. Endi bu yerda otning bayam deganda ko'rinishi jiq. Bu ot tepishdas bo'ldi. Vasaq bu Malvazir degan otning jiqliq bu yoq chapadan bu yoq kelayotgan qarsam shu jiran qashqada bir kelyapti debmiz minib. U vaqtda degan 6000 qo'y degan jiq pul. 6000 qo'yga oldik. 84-yilga nisbatan 6000 qo'yga mashina kelamdikdan shu vaqtda. Aytib shu 6000 qo'yga oldik. Ağ vaqtida talab bor. Otnisa 6000 qo'yga e'lonla. Lekin men sizlar bilan tamomama qachon kinoning tugagan vaqtida qanchalik pul setib bersam men setib olay. Qayt etin deb. Shunda muhabbet bor ekan. Ma'qul deyishdik. Şunlarındaki bu atını sekireşti ügettim. Bu lekin 2'de 20, 2'de neçe santimetre sekirelaydı. Eriklardan sekirep ügettim hem de.
Endi bu ko'rinish qayerga keldigan vaqt bu yoddan sakrash kerak. Bu ost tarafda bu apparat var. Ya shunda bu ot kelib sakrab o'tish kerak. Shu ko'rinishga ilish kerak. Tepada yana bir apparat var kelib aldi. Bu goncho'lan bu grostor kelmoqdi. Deb bu yoqni tusha deb 3 metr 27 santimetr oldu. Bana bunu demeydi. 3 metr 28'de mi sakırtıp bakmagan. 2 metr şu 2 metr 20 neçe sakıraydı bunu. Bu 2 metr diyen bir heli var. Bizden kolumuzda navuştuk varlık sözdeydi. Şu yerde karsam ma atçı şunun avazı anlandı. Bir de sıkıyorum deydi desem bu atla kamçılaş koymaydı at. Aşağı sonunda at. Kamçılı sap kaçırdı ki. Sen aşı 100 metre etrafı kalan vakti atını kamçıla. Çünkü ben sekreydiğim bendeki oldu 1 kilometre etrafında atını kızışım gerek ko. Bara kızdım. Hatta 100 metrede kalan adamlar görünüp durdu. Eşeğinin kalan vaktinden atını kamçıldım. At bir silkindi. Kulukumun tüyüdü lama şamalının numisini bilime. Elik yağdan kanda sekrep ötkende ufmayım özüm. Anı öndürep gitti de anıldı. Takısı da şu yağaç. Şunu julup jıkılıp da yak. At jıkıldı, memi jıkıldı. Menem de meşk kıgan ançım içinden. Meşk kısam mı? Ma taraftan sunup getipti ki. Şu vaktin özüde. O öyle kızılçılık tutmayayım ben bunu. Hemiz küldü vakırışvatı da Aşpırlık etimde muvaffakiyetlik oldu mu? Muvaffakiyetlik oldu. Bu görünüşe geldiği vakti de bana test toxtamaydım. Ben şu vurun sakrab oynab jürettik. Hatta atını çip gitip atqanda atının ki kuyruğunu tutuyup qattiq silkigen vakti atının özünün tatışını mesela töpüsü meni alış bulatdı. Lekin ma bağıraz at eliqi jıqılgandan ki bunun ma yampaş ketip qalganlıq üçün ay Qashqardan kelgan eliq at. O atının ki yama yeri kuyruğunu tutsunuz mu tepedi? Yanında kesim tepedi qat eski atı var. Demek onun kuyruğunu tatma sakrab çıqıdığan görünüşünü almaqçıdıq əsli. Bunu alamay qaldık. Keyin atdan atıq sakrab chiqish jarayonida uni oldik. Ham shu atdan atıq sakraydigan mezgilning o'zida 3 qatim oldik. Birinchi qatim olgan mezgilning o'zida mening etim bo'y vermay cho'gilab ketib qoldi. Chunki men uchilarni aniq sakrayman da. Ikkinchi qatim vaqtida at ta'tir bo'lib elib, orliq jiroq bo'lgandan keyin egaga sakrab chiqish imkoniyati bo'lmadi. Aytır 3. qatimliqda kelgan vaqtida atni yandab kelib eganing başını tutuyup durup ben de sakrab chiqib oldim. Endi sizning bayonlaringizda Firdavsga shuni uqdiqmi shu filmni ishlash jarayonida oz bo'lmagan jafolarni tatib ekansizlar bo'lib. Unda xo'samimiz birlikda Firdavskamning sodiq obrazini ekran orqali ko'rib baqsaq, marhamat. Şulayet İnqilov Armiyasi razvedka atritining komandiri Sodiq buyruqi binoan o'zimni ma'lum qilaman. Sizni saqlab turgan to'q. Yaxshimsiz. Yaxshimsiz mayor. Biz egilgan axborotga asoslanganda uzun yil Şinjan'ı bekinib olgan, Şinjan xalqiga qon qarziga bo'g'ilgan chet ellik xoin savdogar Yusuf Gomindan xoinlarga setilib, bir turkum qimmatli asori atiqalar va tarixiy materiallarni ularning karvon to'pi orqali chet elga olib chiqib ketmoqchi bo'lgan. Xenem, mening etimga mening. O cho'qim gapingizni anglaydi. Rahmat. Xenem, sizning karvoningiz Alvastis shahrida. Ularni xatardan qutuldi. Men sizni hozirli boshlab boray. Meni qutqizib olganingizga rahmat. Xo'nim, ismingiz nima? Aynur. Go'zal Aynuri, qutqizib olganim oq ko'ngil qiz bo'lsa ekan ilohim. Aka, men sizlarni oldinlardan menib yo'l boshlab beray. Xenem, yigitingizning yurti qayya? Qashqa. Amsa, sizning yurtingiz qayya? Jigit, ortiqcha savollarni so'rab qoldingizmi qandaq? Men degan, yotliq bo'g'ili ketib atgan qiz. Kechiring xenem. Aka, bu yoqqa keling.
Siz atqı mingeç durun. Ben berip qarap baqay. Aynur, tez bulun! Bizning xenim qaytib ketdi. Aynur xenim, qaytib keldingizmi? Aldırma kişi. Abdullah meni o'qitqizib oldi. Rahmet sizga. Arzimaydi. Gelin. Hey, Gülxan! Assalomu alaykum. Assalam. Ah, qani, buyaq. Yarısığı doğru sürkeli. Ah, sizlarga köptün köp rahmet. Endi bizning g'ojidar aman qoladigan bo'ldi. Shundoq. Yigitlar, qayerdan keldinglar? Nega borsizlar? Turpandan keldik. Qashqarga boramiz. Qashqarga savdo ishi bilan boramsizlar yoki tuqqan yo'qlabmi? Hürmetli hocadar, bo'ldi sorma. Biz janubdagi Qodir Tiyupning navrlari bo'lamiz. Mening ismim Sodiq. Bu mening inim. İsmi Batur. Biz dadimizning havolasi bilan Qashqarga yashinib qolgan hammamizni ko'gilga ketib boramiz. Rahmat sizlarga. Sizlar yo'linglarga mingaveringlar. Ot degan to'gidan tez mangadi. Bo'ladi demsa, xayr xo'sh. Ba'zi chaqlarda otning to'gidan tez mengishimi natoyin. Biz yana ko'rishib qolamiz. Bu filmdagi karvan haqiqatan ism jismiga loyiq bir sirliq karvan. Albatta bu filmdagi obrazlarmi bir-biridan sirliq. Filmning yarimidan ko'proq bo'ligida gocha holati namoyon bo'lib, oxirgi bo'laklarda zaharxanda ayol Guli obrazini hammamiz intayin yaxshi ko'rdik. Shaxsan men intayin yaxshi ko'rgan bu filmni ko'rgandan keyin bu obrazni nihoyat voyaga yetkazib o'ynagan artistimiz bo'lsa Shinjang san'at yurti opera teatrining atoqli aktyori, al suygan san'atkor April Samat. April opa yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Mushu filmda sizning rolingizni men bak yaxshi ko'rdim, hamda ko'rmalam intayin yaxshi ko'rdi deb o'ylayman. Beshidan ayt bir gajji rolidan ayt mehribon, yuvosh bir ayol filmning kayni tuyuqsizli bir bir eski bir obrazga almışıp qoldi. Mush rolga tanlanish jarayoningiz, ham mush rolni o'ynash jarayoningizni bir o'rtoqlasak. 1984-yili bu Sirliq karvan filmida bizning atoqli kino rejissor Guangchuldan sen buda cho'ng ishpionning rolini o'ynaysan, gach qiyapti kirvagan degandi. O'ynamayman dedi. O'ynamaymsam nemishga deydi. Men 82-yil Patamxonni o'ynab qo'yib, hozirgacha. Ash naga vasam Patamxon. Ma Ürümçide qo'y yaxshi g'ulji vasam Patimida deydi, ammo Qashqar taraf shunda janib ko'rsam. Keynim cho'ng kichik adam kirvagan, artso'mgan qizni aran. Hem de icabi rolunu oynab, hadisinin ikisini. Aran xalqning kallasını hem matrep özettim. Hem de bunun çıksam ben özem kabul kılanmayım. Ben oynamayım dedim. Oynamayım bu kino, bu rolunu. Anıldı mı yamanken, Patamxon'dı mı yamanken bu. Desem sen, sana adamın rolunu verip de oynamayım depse, beni bir hayvanlığı yasap, beni çık desin ben çıkım. Çünkü ben mevcut, bu sanat sayesinde şu hayvanın rolü arkalı kosumu özlemli rolün cari kıldırıvattım dep oylayım dedi. Bizim öyle işte. Degendikin onda az oynamdı melsem dedi. Toy tökün, nezir çırak, bir faaliyetle olsa adet jıhkak kılmayım, qarab oturma. Kişilerin kiyinişi, ulanın hareketi, ulanın gep kılganlık çırayını, özgürüşlerini tatip ben dikkat kılmayım. Nurgun meyli sahne olsun, meyli kino olsun, şu rollağa ben aşını kırgızdım. Bunu da makul dep oynaş kararı geldim. Bizning rejissor Guangchul'larmi mağnaydı. Cık yardımda oldu. Mena yenimde ottağın kesiplaştırım bana.
Cıq yordam qildi. Meni Qashqarga ep mengishdan burun Baxt yo'ldagi Gazkachilar maktabiga bir hafta turmush o'rganishga avatdi. Attigini kino studiyasining bir jip mashin lat pikap batı apırıp qo'ydi. Kechda ağını bardı. O bir cho'ng mashin chiqqan ekan, erlar bor ekan, ayollar bor ekan. U yerda isming nima? Nemish qilsan, necha yosh, nerdan kelding, onang bormi, dadang bormi, yo'ldoshing bormi? Hammani sharoitlar o'rganib bo'ldim. Rejissor so'rganda o'rganib bo'ldim desam, endi bormisang bo'lam deydi. Bo'ldi dedim. Kitobimni o'qib, u Gulina rolini qarsam, bu yilqi manda o'nim qilgan mandaqqa o'li tushmadi. Bu yilqi hozirgi yilqi Gazkachilarning yilqi tiliga manda sharatlan. Men o'zim ijod qilaymish obrazning. Ash gapga qarab deb o'zim ishildim. Masalan, Firdavs boy dedim, shu viloyatning ofitseri. Sadiq Nurul deb. Sadiq Nurul'un aytı yaxşı çıqqan. Endi onu iki xil obraz yaratdım. Bu daqiqda bu kino kelganda endi men Tursunjonninki 4-cü xotini bu belgilendim de. Oy Abdullah'ninki oy. Şu Tursunjon oynagan Abdullah boyninki 4-cü xotinla belgilendim. Ama to'g'ri oldu. Ya. Endi o vaqtim 4-cü xotnası bo'ldi ekan deb hozir evlish ruxsat yo'q bo'lmaydi. Bir erga bir xotin qonunda. Shuning bilan hamda bu rolni ijod qildim. Masalan, Firdavsniki Sodiq obraz shu viloyatning hamda bizning peyimizga tushgan-ku. Mening tutib olgan dutturimning ichida yana bir xariti bor. Endi harakatlan qildim-ku bir shu Üçtürpanның bir çoğun taşlıqda bir yerde. Daraxtның tüydə. Küzdümə bulanın bu kelişini bilmə. Şu yerdə jığlap, otlasam kelidən bunun deyimə. Mane sana berey. Meni atqa mindirib mındaq qılıb. Ketken deb jığlayım. Özəm müştaq masajladım. Ne boldunuz? Ha? Batur'un degenlerini o'ylashib baxsam bo'qdi. Endi bu rolni ijod qilishdim, bak qiynalib ketmedim. Ammo mening eng qiynalgan yerim rahmatli Shotgul bilan elishadigan uy. Uchturpandagi 7 qizlarimning qabrisi ekan. Yiliq vahshiylikni chiqaramdim-da. Chiqaramsam, Gonchullar xabob ketdi. Sen o'zingni sat bo'lib ketishdan qo'rqatamsan deb. Ba'zi vaqtda artistni ashundaq yiliq nim qiladi. Deydi. Degan vaqtda ya yig'laydigan gap, ya hissiyat keladigan gap. Qonda keldi, ochchig'im toz ashmashunda qilib turib, osh nagonni elib toz osh. Bishqishim mandaq olib ketdi, berib Shotgul rahmatlikning osh yoqistil tutib ilishim. Rastın tepe tutma, o ayak çıktı, bu ayak çıktı. Biz egiz bir yağlıqның töpüsü. Hem de rejissor keyin tüygendik, mındaq qıp ketdi. Meni bilmeydim sen. Sen vapaqca paqıldın. Oylap bak. Sen ot menişni, xural etişni zaten kim ügetken? Sizler ügetken, kündü meni kamçı bilen savap durup mecburiye ügetken. Sizler özanlarını adam öldürüşünü aytanlarını bana hükreş için ügetken. Sana emdi etip koyay. Senin hayatın emdi ahırlaşıdığan boldu. Sen Yusuf'tan apret boğan, emdi şu Yusuf seni o alemge uzatmakçı. Biz o vaqtda
Kuchada bir harbiy o'rin barkan, shu yerga apirib ko'rimiz-ku biz. Shu yerga bir qolsam shunda chiqmasmanmi? Voy jon deb beshimni tutib jo'zning o'rindiqning ostiga beshimni tiqib oldim. Rejissor yenimde oturup diken ha depmiş takmadığını. Voy can. İbrahim ben açtan sertme desem. Öyle hap olsunuz onun da mı sert top getirdim. Hem de rolam ne? Küçümle yetişeceğim ben. Yaxşı oyundım. Dep ne kılma keyinki vaqtda. Ma beyxosun tarafga o'tsam yaba layla dedi. Yaba keldi, gachi keldi deydi. A tarafga borsam Patamxon deydi. Ki aeroplan chiqib, ya poyezdga chiqib, ya Qashqar tarafga borsam xenimla. Sen kino o'ynaganmi deydi. Ha desam. Sen yaban o'ynagan deydi. Desam bular boshqacha muomala qildi. Ha, buning raiti vakenda. Qizg'an bo'lib ketdi. Sepremu ya. Sepirga. Ben deprem. Ya sepirga. Asli aprel dastlab kino qilib Yangisaharda dekoratsiya qurishtirib, qiygan vaqtda ko'rinishlayotgan vaqtda aprelning yurak qo'zg'alib ketdi. Yurak qo'zg'alib ketgandan keyin ikkinchi doktorxonaning ayrim bo'limida yotdi. Bo'ldim durib. Doktorlar dedi, "Nimish kelgan?" degandan keyin "Nimish keldim, men kino ishligini keldi." deb shuna degandan keyin qanday harakat var dedi. O tugi münadigan mushta bir rol var. Tügüyle muamele kıldıgan dep narsa bo'lmaydi. Qat'iy bo'lmaydi. Ana taş qo'ygan bor. Tügü manda yitib, manda qopab, anda chiqqan vaqtda, ma yurak hareket nimasi buzilib, qat'iy bo'lmaydi deb shuna dedi. Degandan keyin shunlar gonshunlarga vaqt mening rolim yo'q, Yangisaharga chiqib deb qo'yib, tursaq 4-5 kun o'tgan vaqtda gonshunlar izlab kelibdi. Yataqqa. Yataq izlab kelib, mushna ma rolni desak, mushna debdi. Men başka ertesini sana okşaş muşrolunu oyun alaydıgan ertesini oylap tapamadım. Şun en ahir ketim keldim. Qanday qilsa deb kepti. Kelgandan keyin apul qopab. İkisi quchoqlashib yig'ilishib ketdi bizda. Yig'ilishib ketgandan keyin apul bo'ldi. Men mo hozirgacha shu san'atni deb hozirgacha yashapdim. Ülep ketsem ekrandan oldida ülep ketay. Sening ko'nglingdan men yerda qo'ymayman, men cho'qim chiqimi bo'ldi deb shundan qaytadan yig'ilishib ikkisi qayta muzokaralashib bo'ldi qilib shundan ana kendini kinoni ag'a buni unutib qoldi. Endi bu yilqi kinoning dastlabda ba Mervom Shatkulniki yuqori resim ba malqi da o'takni tutgan yerimda birdan kirma talep gittim girmem çıp gitti. En ahire eşer ötekini tutup görünüş yapan ondan bulam çıptım. Tanrıta kinosu diyese hazır kino işlep bunun da cebalık kino işlemgen. Bayık nasıl neymiş sözlep verdinizse hem de hazır yaş artistlerninki şunda şerait yaxşı hem man sözleş arkalık hem bizde neymi kaldı o dese şu yaş artistlerge bizde muşta bir tecrübesi var. Bilim qaldı. Rahmat April apa bayıq sözlərinizdə mən şunu his qılıb qaldım. Şu film qatnaşqan barlıq aktyorlarning kəsbini yaxşı görüşdüm və gərək kəsbə özünü bağışlaş ruhuna aid yuqurluğunu his qılıb qaldım. Az bo'lmagan japalarni tatibsizlar. Onda xo'samimiz birlikdə April apamninki şu Guli obrazini ekran orqali ko'rib baqsaq, marhamat. İsmini sizib bo'ptimi? Sizib bo'pti. O'qishda alaptimi? Bir danglik rassomni taklif qilib, uning suratiga qarab sizdirgan. Sarayga esib qo'ydik. Malay qiz qani? Sarayda bizni saqlab turdi. Endi uni siz Malay deb chaqirmang. Uning ismi Aynur. O Kayaga yotliq qilib ipmangan qiz. Esil zodi xinim. Siz men uning Malaylari. Siz bir gachining rolini olasiz. Elang. Deb qo'ymang ha. Xinim qani. Filmdagi karvanlarning ichida Karvan beshi Ömerning rolini el söygen san'atkorimiz Şinjan Muqam ansamblining sobiq boshlig'i İbrahim Faxriddin dada o'ynagan. Assalomu alaykum İbrahim dada.
Programmamız qatnaşqanınızdan intayin xuşalmız. Siz şu Ömer'nin roluğa talınış ve şu rolunu ediş jarayoningizdan bir əslab ötsəniz. Buludu. Bayatın şu septaşlarının hepsi üzünün beşidin ötkellerini sözlep öttü. Ben bu obrazını konuşulan şu rolunu oynaysan dep beğendiğin ki Ömer'nin rolunun qanday rol ekanligini asasiyatin kitaptan tepip hal qilib bo'lgandan keyin konuşulan bana nait obdan ustazdan bir de ekipade dep qarayman men. Bayatın yoldaşlar degan şu karvançı 30 neçe yıl tögü yetilgen aş adamını bizden gruppaga Maksum Kam, Abdülhamit Maksum Kam degen kişini bizden şu 13 töge muşunu başquruşqa ekkeldi. Bu men için etken vaqtda na tirikli obraz oldu. Nimesi o adamı bayatın yoldaşlar degendek samimi sadakat, bu tügülen boğan muamelesi, adamlarla bo'lgan muomalasi menga intayin ta'sir ko'rsatdi. Endi mening rolim bo'lsa, men yolg'on karvon yetilguchi. Mening maqsadim o karvon yetilib pul tepish emas. Boy ishlab berish emas. Men o'zimning yo'qitib qo'ygan tuqunni izlab tepishga maqsad. Mening mu ikki xil xiyolim bor. O tugi yetlash asosli vazifam emas. Mening vazifam tuqunimni izlab so'rab tuqqanni tepish. Anda olgandikin, ma adamның tügü olgan muamelesini, işek olgan muamelesini men ügenmisem, hak beni süzüp kalıdı. Hak beni süzüp kalsa, üzemnin maqsadiga yetemeymen degen gepte. Anda olgandikin, aş adamның obrazı, man intayin çoğunkur ta'sir qilish arqılı, meni çoğu vaqtda aşu tügücünün rolunu, üzemnin ko'nglimdagidek oynab chiqdim deb qarayman. Bu birisi. İkinci birisi men bu kino, televiziya film bo'lib 15 yaqin film qatnashibdimi? Bayatın yoldaşlar degandek eng japa tatqan film mush sirliq karvon bo'libdi. Bu nima uchun bunda deysa degan vaqtda birinchi bo'lib buni yoz vaqti bor, kuz vaqti va qish vaqti bor. Uch faslning hammasi bor degan gap. Bu vaqt uzun emas, ammo fasl xarakterlik 3 yeni beşimizde ötkazdık da. Mesela kuşağdan çıkıp tüşünü ötkendikili kava. Telimet davanında ütep tüşünü ötkendikili kava. Şu vaktinin özü de bunda oylap baksak o kini bir 10 neçe maşinlen çıkıp dikenmiz. Tüşünü ötkendikili kava. Bula hemisi yazlık giyim var. Ersan'ın hemisi yazlık giyim. Öttü ka. Tügü itleymen. Bu tağının bağırdığı şuna o şeyde bayrak var. Jirakta. O bayrak nemiş kıldı? Kızıl bayrak kötelse toktayma. Yeşil bayrak mansa mangıma. Prinsip şunda. Signalыңlarda. Ben itlep keteyip 20 yolga bas qarsak, aldımdan qarsam kızıl bayrak görünüp oturdu. Aqımı qarsam tügü 5 kilometr yer qaptı. İşekine edip keteyiptim. Tügü qağıp petip kelep tanın üzüytüp kaptı ben ketiptim. Ama şunda pes qarsaqlı tügü şunda birle çıkıp kettim ha. Bu yok. Qarnına pes çıkıp ketdi. Aşında xatarlik yerlerdim mi? Muş Ersan'ın hemmesi turuptu. Bu tügünün üstünde tügü telip ketkendikin bulu yok. Hem aştan şarayet asla hem aş filmini qanday bulmuşsun? Aşağıda kigiz var mı? Gilem var mı? Hemmini atıp yögüdükmüş. Ay Allah'a. Tügünün töpede turup. Bağ şu nesi var? Demek aşağıdaki şu sokaklarımı yoldaşlar berdaşlık badi. Ben aldı da hem de işek minip tügünü itlep manama o kumның astı nat keng olgamla üstü zaten muşin tekse keldiken. Aşağıda meniş gerek. Maçet qarsak mı gar, maçet qarsak mı gar. O işek degen o aram mağa deken. Tügülü mağa alaydı deken. Aşta xatarlik yerge aşağı kirdik. Kirip uyat ağalık jigidini çeçip mağdığan ağan körünüşü ya şu bay apıl degendik. Hem de üzemnin rolu kelsem men tügüdün korkmaydı kem Tusuncan tügüdün korkan bile. Mening işigim tügüdün korku degen. Çünkü o tügünü Qashqardan atıştın ekkeldik Aksu'ga. Bu işekni Aksu'dan aldık Konu şehirden. Bu işek tügü kömegen işek iken.
Birinci görünüşümüz Kırmış Atam'ın maçeti tak yağmışlığa yerde kıldık. Şöyle görünüşünü aldık. Aldığa vaxtıda Davyan her vakıraydı o. Sen iştik kettin deydi. Vay ben iştik ketmedim ma işek iştik git vardı. Bunu tatsam bu mümkünlük yok. Şunla ma işeknin ağzından tatıp alay bunu. Jügen bulmagan diken nokta olgan diken. Körünemde o aparat körünmemsem körünmeydi. Anda olsa işeğinin işte, ağızdan tatıp elep tanını. Aşağı kılıp köndüydüm. Birinci o körünüş tügüdemdi. Eniken üzem oyladım. Bunda körünüş davamlı kopaz kanda kılamen dep üzem oylap toktaptı. Bu tügü kömüge işek iken. Muş tügünün içi gibi bağlap koyay. Şunun tügüyle bu tukkan bulup tunursun. Dep bağlap koysam 2 gün kaç yiyeceğim 20 delik işek. Kapılar kol yüküm. Şunla 3. günü karşısam yine seppesem yağdı. Bum bulduğun çare iken dep enin kendi ağan körünüşülde bu tügüdün yüküp iştik etmey. Anı jügen samı nokta bilen sasak. Bu mu dige yerden çıktı demektim anko. Demek muş filmni işleş jarayonida oz bo'lmagan jabbalarni tasanglarmi, yana mush film bo'lgan mehronlar bek kuchlikka shunday his qildim. Unda hosamimiz birlikdan shu İbrahim Dadı'nın Ömer obrazini ekran orqali ko'rib baqsaq, marhamat. Qani, buni elim. Elim. Rahmet. Buni bozordan ağaç geldim. Qani, musallasini içip koyun. Bozor shunda qiziq ketibdi. Hamma odamlar ozodlikni tabriklab Aka, sizmi o derdi ba japa keşkensiz. Birak aç içip koyun. To'g'ri terib uxlab da. Bola emasmi? Uxlamamdı. O bugun bir kun tomoq yemadi. Yana birdam uxlavatsin. Uyg'ongan diye. Bu bechora bola biz bilan yurib ko'p jafo chekdi. Bu safarimizda akukula ko'p asqatdi jumi. Shundoq bu akuklar haqiqatan yaxshi ekan. Xenim. Ömer, bugünden başlap begimsini bu oyuldan yo'qolsin deydi. Filmdagi yana bir obraz bo'lsa, karvallarning g'o'jidori bo'lgan Hasan obrazi. Hasan obrazini o'ynagan artist bo'lsa, Junxua Mal-mulk sug'urtasi Xinjiang sho'basining muavin direktori Anvar Piday apandim. Anvar apandim, yaxshimisiz? Yaxshimiz. Siz bu filmda Hasanning rolini, ya'ni karvanchilarning g'o'jidorining rolini o'ynab ekansiz. Unda xo'sa, sizning bu rolga tanlanish jarayoningiz, rol elish jarayoningiz bilan bir o'rtoqlasak. Men bu rolni ilishdan oldida men Urumchi shaharlik Chexiya idorasida ishlaydim. İşten tushib ketyapsam, rejissor uchrab qilib, mushu bir rol vardı. Abaytin Firdavskam deb aytgan. Sidiq rolga sen chiqib olsang, ham sen saqchi ekansan, ama bu formangni chiroyli yarashibdi senga. Degandan keyin ma'qul dedim. Shuningla bu o'tirda shuni bu ish yo'q edi. Shuningla neliqa Turg'unkamning vaqasi chiqqandan keyin telefon qildi. Shuni men Urumchidan Qashqarga ulgurib bordim. Bu vaqtda bular bir oy turib olgan u yerda. Shuni borgandan keyin u yerda bu rasmiy bu ekranni qanday ilish men uchun bir oppoq bir qog'oz hech nima bilmayman. Barsam bular rol o'tibdi, ko'rdim. Bu yaxshi ishga, bu qiziq ishga deb barsaqliqi yaxshi Qashqarning eng esil mehmonxonasida yotgan, bu degan tomoq degan shunday yaxshi kunda mehmondo'st, kino degan mandaqga deb xo'shal. Asli bunday ishni qildigan ishga deb yurdim. Shuni o'zgardik, Oqsuv keldik. Mushu ustlarimizning orasida eng jiq tanqid degan, eng jafo tortgan men bo'ldim. Siz bu kasbiy jihatda tarbiyalanmagan bo'lgan ekan, qiyinchiliklar bo'ldi-da. O'sha Tursunkam, Firdavskam ish bichimiz bir yotoqda. Shu kunda kelgandan keyin bu obrazni burun Firdavskam ancha-muncha o'ziga sig'dirib, ammo shunaylik bir o'z bir karvallar aralashgan o'zidagi o'tgan ishlarni menga tushuntirib, manda qilsa, anda qilsa deb birdim ustozlarimiz hammasi apreldan bo'lsa, İbrahim Kabas'da hammasi menga nurg'un to'g'riliq singdirdi. Rolni qanday qilish to'g'risida, buni da qanday qilish to'g'risida bir bo'lsa tekstni unutib qolma, shu boshla deganda bir bo'lsa o'zimning nima qilishimni o'zim bilmayman, ashta qilib asta-asta kirishdim.
kirishpangiz bu obrazni o'zim yoqtirdim. Buning o'ttirda endi men bu hozir Tursunkam o'ynagan Abdullah degan bu nima shu vaqtida Abdullah Bey deydi. Amish karvonni va shu saq salomat bular degan ekepagan ekan. Mening singlim bilan shu obrazning singlisini ko'rishtirdiganni, urug' tuqqanlarni birlashtirgan, shu vaatni qilgan yoqi. Men mushunda nihoyat bir jasur. Bunun içinde naayet şu açık yaman. Hem şu abaytin Firdavskamda bitgende alqı Maqsubkamda keligi bir qo'yni valaqul qilib nim qildigan ashundaq ashta bir rol bo'lgan ekan, uni naayet test o'zingga ko'ndirdim. Ama şu rolni olganda abaytin shu ustozlarim degandek buni orasida nurg'un hikoyalar bor. Bunun ichida ham nimasi nurg'un jabotat qabaytin men degandek ba'zi ketkinga ketdaylik tulg'idiligi tanqidni yevagan ekan. Men o'zim degan bir vaqtida shaharlik jig'i idorisida nechadan boshqarib yurgan bir odam tuyuqsiz menga kelib kunda tanqid yevagan ekan. Oxiri nima Oqsuv kelganda Vinsuda turgan vaqtimda men ketay bo'ldi buni ishlamay. Mangımı düşmeydi ki desem, bular dedi, sen bu ekran düşüp oldun, sana onu hiç kadar adam yok. Ahırı çişini çişlepmişsin, işleyetkinde bular nurgun emnimiş, akıllımız cık terbiye kılıp, ahırı işlep tükettik. Muşnunda ben muş günan işligen vaxtıda karmaşında tat ketken nurgun yaparım var. Akatkam digen bile. Niçin ise şu töglerini öpürüp sattık malvazırı. Ömrümde malvazır kırpaklardım. Aslında işlerini kıp kaldık. Muş günada nurgun bizge şu en addisi Tursunkam'nın ki hazırgıcı şu cemiyete tarqılıp ketiyotgan nakşa karvan nakşisi. Aşını muşaydan Maqsudkam'ını anlap başkadan aşağıda notu yazıp aşağıdan tekstini kılıp şu bizge күнде etip verdi. Hazır kasap cemiyette bu karvan nakşisi şundaqlık Çexiyada tarqaldı. Bu kinodaki hikayelarni sözlesek her bir adamның obrazı. Mesela bizge bir-birimizge bergen yordam bulupmu şu İbrahim Kam, Tosun Kam, Firdavskamlar mağa nurgun medet verip muşuna Çidavka ahir qıttık, ahir çıkır ve muşnunda sen mındaqlı qısan çıkitsa, mındaqlı qısan çıkitsa fıqa mındaqlı asan oldu, anda asan oldu degendikinler malayınız oy yaxşı almıgan bolsa mı kelgendikin bugün senden naat ilgirleş çoğun marolunu bugünden resmiymiş Hasan Karvan'ın ki ama ayarını işildi dese ben işlep gittim edep şunu işlep ketken. Şu ustazlarning g'urbatlantirişi bilan shu rolni. Bo'lmasa men o'tirib qag'il tas qoldim. Nima uchun esa birisi japoqchi dedim, ikkinchisi tanqidga. Unda ho'samimiz birlikda Hasan obrazini ekran orqali ko'rib baqaylik. Marhamat. Hozirgi ahvolda shunday qilmasak bo'lmaydi. Siz yorlandingiz emasmi? Nati qo'yilib qolmadim. Xo'p, o mang'ujidar, xo'p. Aynur xonimni qaraqchilar ip qochdi. Endi qazo qilaman. Aynur xonim nimani izday? Vandan qipi yaramaslar. Ne bo'ldingiz? Rayonimiz san'at ishlarining taraqqiyotiga qiziqsangiz, san'at beg'imizdagi bir juftlarning qiziqarli hikoyalarini anglashni xohlasangiz, bizdan vaqtsiz ayrilgan san'atkorlarimizni eslamoqchi bo'lsangiz, eng yangi san'at uchurlaridan vaqtida xabardor bo'lishni xohlasangiz, Tangritog' san'ati programmamizning har sonini ko'rishni unutmang. Kelasi programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.